Milliy san'atimizni keng targ'ib etish, yurtdoshlarimizga bahoriy kayfiyatni ulashish hamda yoshlar ongida milliy qadriyat va an'analarimizga hurmat ruhini mustahkamlash maqsadida har yili bahor taronalari ko'rik-tanlovi o'tkaziladi. Jizzax shahrida ham mazkur tanlovning shahar bosqichi o'tkazildi. Tadbir avvalida Jizzax shahar madaniyat bo'limi boshlig'i Asilbek Zoidov so'zga chiqib, milliyligimizni, boy madaniy merosimizni asrab-avaylash har birimizning muqaddas burchimiz ekanini alohida ta'kidladi. U o'z nutqida ayniqsa yoshlar qalbida milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhini shakllantirish lozimligini alohida ta'kidlab, tanlov ishtirokchilariga omad tiladi. Shundan so'ng hakamlar hay'ati a'zolari tanishtirilib, tanlovning ilk chiqishlari Dildor nomli raqs jamoasining jo'shqin va jozibador sahna ko'rinishlari bilan boshlandi. Ularning bahoriy ruhga boy milliy ohanglar bilan uyg'unlashgan raqslari tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Jizzax shahrida bahor taronalari mavzusidagi eng yaxshi va eng yangi asarlar ko'rik-tanlovi bo'lmoqda. Bunda yoshlarimizni mana shu madaniyat, san'at, ajdodlarimizda boy ma'naviy, madaniy dunyoqarashi, ijodkor yoshlarni mana shu estrada, folklor, raqs kabi yo'nalishlarga qiziqishini va iqtidorlarni kashf qilish maqsad qilingan. Bunda 6 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilmoqda. Folklor, xalq etnografik yo'nalishi, estrada, o'lan ashulachiligi, raqs to'garaklari yo'nalishlari bo'yicha o'tkazilmoqda. Tadbir Gulbahor etnografik jamoasining milliy sahna ko'rinishlari bilan davom etdi. Ushbu jamoa tomonidan milliyligimizga yo'g'rilgan ko'rinishlar, ko'rpaga paxta solish, gilam to'qish, kashta tikish san'atlarining bu joylar tomonidan yaratilgan obrazlarda o'z aksini topdi. Yosh yigit-qizlarning milliy liboslardagi chiqishlari orqali o'zbek xalqining boy madaniy merosi, urf-odatlari va qadriyatlari yorqin namoyon bo'ldi. Mana shu aynan folklor yo'nalishiga qiziqqan va o'zlari folklor eski qo'shiqlarni, qadimiy mana shu qo'shiqlarni, udumlarni bilgan onaxonlarimizni uyma-uy yig'ib, yurib, ularni jamlab, ulardan turli xil mana shu udumlarni, so'zlarni, qo'shiqlarni yig'ib, mana shunday folklor jamoasini kattalar o'rtasida ham tashkil qilganmiz. Bugungi tadbirda kattalar jamoamiz va yoshlar jamoasi bilan birgalikda aytilganda ham unutilib ketgan qo'shiqlardan, qolaversa aynan bolalar uchun biz yoshligimizda sochlarimizga tollarni novdalaridan sitib, tol popuk qilib, kimni sochi uzun, kimni sochi uzun qilib, o'sha tolni barglarini taqib olardik, lekin go'yoki o'zimizni sochimizdek maqtanishardik bir-birimizga. Xuddi mana shu tol bargidan tol popuk yasab qizlarimizga taqib, albatta aynan mana shu qo'shiqni o'zim yozib, birgalikda mana shu madaniyat bilan musiqasini chiqarib, folklor qilib, bugun yoshlarimiz bilan mana shuni chiqardik. Kattalar bilan esa ular bilan birgalikda turli xil unutilib borayotgan udumlarni olib chiqishga harakat qildik. Tanlov davomida namoyish etilgan har bir chiqish milliy ruh, an'ana va qadriyatlarimizni o'zida mujassam etib, tomoshabinlarga chinakam bahoriy kayfiyat ulashdi hamda yoshlar qalbida milliy o'zligimizni anglash va qadrlash tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Tadbir davomida hamkor tashkilotlardan Jizzax shahar telekanal jamoasiga madaniy ma'rifiy tadbirlarni keng yoritish va milliy qadriyatlarimizni targ'ib etish yo'lidagi xizmatlar uchun tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Ko'rik-tanlov yakunida hakamlar hay'ati qaroriga ko'ra eng yaxshi chiqishlar aniqlanib, faxrli o'rinlar munosib ravishda taqdirlandi. Jumladan Navruz haqidagi eng yaxshi qo'shiq yo'nalishi bo'yicha Jizzax shahar 1-son madaniyat markazi qoshidagi Sangzor xalq havaskorlik jamoasi xonandalari 1-darajali diplom bilan, eng yaxshi folklor etnografik ansambl yo'nalishi bo'yicha Jizzax shahar 2-son Yangi O'zbekiston madaniyat markazi qoshidagi Gulbahor folklor etnografik jamoasi bilan ham xuddi shunday 1-darajali diplom bilan taqdirlanishdi. Jizzax shahar 3-son maxsus madaniyat markazi qoshidagi Rayhon folklor etnografik xalq jamoasi esa 2-darajali diplom bilan hamda eng yaxshi raqs ijroligi yo'nalishi bo'yicha Jizzax shahar 1-son madaniyat markazi qoshidagi Parvoz o'smirlar ijodiy raqs jamoasi 1-darajali diplom bilan, eng yaxshi baxshi ijrochilik yo'nalishi bo'yicha Jizzax shahar 2-son bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchisi Sarvar Abdullayev 1-darajali diplom bilan taqdirlanishdi. Endilikda ushbu iste'dodli jamoa va ishtirokchilar Navruz umumxalq bayrami tantanalarida o'z chiqishlari bilan ishtirok etish barobarida 2026-yilda respublika miqyosida o'tkaziladigan xalqaro festivalda ham yurtimiz sha'nini munosib himoya qilishga hozirlik ko'rishadi.